Assalomu alaykum hammaga. Meni taniganlar va tanimaganlar anchadan beri bu kanalimda yurgizmayotgan edim. Ko'pchilik meni balkim Obzor 07 deb bilar, Agro 07 deb bilar. Xullas YouTube, Instagram tarmoqlarida 2-3 ta kanal ochganman. Har birini o'zini yo'nalishi bo'yicha yurgizganman va mana shu kanalimda endi oddiy real videolar qilishga harakat qilaman. Hozir men Dushanbe shahriga kelganman. Bu yerda 2 yil oldin kichik biznes bo'yicha, ya'ni pena-beton bo'yicha video qilganimda mana shu ko'loblik bolalar, yosh bolalar shu apparatni olib ishlatishga boshlaganimda 2 yil ichida bilasizmi, katta o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni nima qilgan? Bular hozir biznesini kengaytirib pena-blok qilishar edi. Hozir pena-beton, ya'ni tomni ustiga loy andavani o'rniga pena-betonni quyib berish xizmatini qilishadi. 5 ta komandasi bor ekan, 5 ta gruppasi bor. Отдельный SMM komandasi ham bor ekan. Ya'ni YouTube, Instagram tarmoqlariga qaradigan montajyor, videograf hamma narsasi bor ekan. 2 yil ichida shunaqa natijaga erishgan. $1000 bilan boshlabdi bu biznesni. Hozir mana Dushanbega kelganmiz. Mana shu katta 3 etajlik, 2 etajlik desak ham bo'ladi. 3-etajiga pena-beton qilib berishyapti. Mana bu hatto monolit ustidan ham pena-beton qilishar ekan. Ya'ni bu pena-betonda plyusi sovuqni o'tkazmaydi, namni o'tkazmaydi va apparatlarni ham oldin kichkina apparat bilan boshlagan mana shu bolalar. Mana shu 2 kishi boshlagan, mana bugun qancha katta komanda. Mana bu bola montajyori, SMM videografi, mana bu apparati. Mana shunaqa apparatdan 5 ta qilib Tojikiston bo'yicha xizmatlarni ko'rsatib qilib berishibdi. Mana shunday kimgadir foydam tekkanidan xursandman. O'shaning uchun ko'rsatyapman sizlarga. Qandaydir ishni boshlamoqchi bo'lsangiz, birovning gapiga quloq solmang. Kichkina biznes bo'lsa ham boshlab 2 yilda mana yaxshi natija qilsa bo'lar ekan. Hozir ishonsangiz Lexusda keldida, bular mashina ham yo'q edi tagida. Oddiy $1000 apparat bilan biznes boshladi. Hozir qolgan ishini Hisorga borib ko'ramiz. Yana nima ishlar qilgan. Hozir biz Hisorga keldik. Hisordagi mana shu katta uyga, tepaga mana shu xizmatlarni ko'rsatishibdi. Chiqib ko'ramiz. Mana shu bolalar boshlagan. Yunus chand kashidan o'zi? Yunus 8 kashidan. Dikas sarkadagi, ya'ni yo xidit toqa. Chira. Ani ko'ra. Chand kas sarkada bude. Dal. Avval Sashaviy ko'ra. Avval sashaviy ko'ra. Dikas kadagi xatiu bacha. Hami har do tona. Yak sol pesh. Du solam nashudmi oli? Yakin sol pesh dagla. Har dimora reklama karadim da pena. Hozir chand kas ko'rs karsodan. Общий. Ko'rgaro. Ko'rgaro kati. Jara boyad man nagum oxi. Gazadan gire. Ana 25 kasan общий ko'rgaro. Ana. Ya kompaniya shunday. Shukr alhamdulillah 25 kasan ek konkurent ol bisyoy. Aha. Konkurent bisyoy har ka khayr khisham. Konkurensiya نداره وقتی که کاری خودتون وای کنه خوب کنه با صفت کنه konkurent دیگه پیدا نمیشه. İlk kishi boshlagan ish bugun kelib 25 kishilik gruppaga aylanibdi. Ko'rdinglarmi? 2 yil emas, 1,5 yil bo'ldi deydi boshlaganimizga. Oddiy penal apparat, pena-blok apparatini olib boshlashgan. Pena-blok bo'lgandan keyin pena-betonga o'tishgan. Mana shuni orqasidan mana ko'ryapsizlar. Gap yo'q. Omadini bersin va qolganlarga ham mana shunaqa ishlarda rivoj tilaymiz. Tepaga chiqib ko'ramiz. Xo'p, mana do'stlar, katta uyni plashatkasi, mansard, ya'ni xuddi bu yerda uy ham qilsa bo'ladigan bo'lib qolibdi o'zi. Juda katta joy ekan. Mana shu yerga mana pena-beton quygan. Ko'rasizlar-a? Buni ustiga bemalol 1 tonnalik, 2 tonnalik bochkalarni ham olib chiqib qo'ysangiz bo'ladi. Suv oqsa ham o'tib ketmaydi.
suvda o'tkazavermaydi. Endi har doim oqib tursa o'tkazadi. Lekin 1-2 marta oqqancha srazi o'tib uyda remontini rasvo qilmaydi. Manchi zotmon. Qaranglar, qancha joyga qilgan. Qalinligi 5 sm qilar ekan. Bu hozir krishani ichi tashqari 35 gradus issiq bo'lsa, shiferni hisobiga bu yoq 40 gradusdan oshiq issiqligi. Agar bu tunuka bo'lsa, vobshe yana 50 gradus bo'lib ketadi. Shuni hisobidan uyda ichi ham isib ketadi. O'shaning uchun bu mana shunaqa issiqdan salqin saqlaydi. Mana. Bolalar harakat qilib mana shuncha 2 yilda shu darajaga yetibdi. O'shaning uchun bu reklama emas, prosta sizlarga oddiy yosh bolalar qilib eplab ketgan biznesni ko'rsatib berdim. Sizlar ham qilsalaring bo'ladi. Bu uchun Obzor 07 kanalim bor. Tojik tilida bilsalaring, kirib u yerdagi biznes bo'yicha videolar qilganman, ko'rib xohlaganingizni boshlasangiz bo'ladi. 360 kvadratlik kirisha ekan. Gadnes.